2 oy davomida qorin sohamda kuchli og'riq bilan yurdim. 4 marta hattoki tez yordamga ham bordim. U yerda menga og'riq qoldiruvchi ukollar qilishdi. Og'riq qolgandan keyin yana sog'lig'imga bee'tibor tarzda uyga qaytib ketaverdim. Oxiri juda ham kuchli og'riq bo'lganda men shaharga borib yaxshi o'ziga ko'rindim. Shu yerdagi o'zi menda jiddiy kasallik borligini aytdi. 24-may kuni kechki soat 4larda operatsiyaga kirib ketdim. Farzandlarim, oyijonim bilan dadajonim uyda bo'lganliklari uchun ular qarab turishar edi. Operatsiyadan so'ng 2 hafta davomida onamnikida qoldim. Onamnikidan kelsam, oshxonalarim, tashqarilar hamma yo'q. Juda ham yomon tarzga kelib qolgan ekan. Bir kun yotib dam oldim, ertasi kundan esa mana shu ishlarni qilishga kirishdim. Oshxonamni tozalayotganimda ko'proq men mana shu azilitdan foydalanaman. Azilit juda zarar deyishadi internetda, lekin baribir qandaydir menga shu vosita juda ham yoqadi. Mana gaz plitam ham rosa ustlariga sepib, sarg'ayib juda yomon bo'lib ketgan ekan. O'tdek sariqlarni chiqara olmadim, bilmadim nimadir qilishgan shekilli kuyib ketgan, chiqara olmadim. 2 yil avval gaz plitamni rus blogida ko'rib, uni buraydigan ruchkalarini tozalamoqchi bo'ldim. Chiqarib, qaytib o'rniga sololmadim. Qanaqa qilib solishni ham bilmadim. Oddiy o'rnatib qo'ydim. Shu baravar gaz plitamni buraydigan ruchkalari o'lgan. Ruchka deydimi o'zi, nima deydi bilmayman. Ruchka deyapman. Ko'proq e'tibor beradigan narsam shu gaz plitani toza turishi oshxonada va boshqa tarafdan yana har doim foydalanadigan qozonim, rakvinalarimni ham ko'proq toza tutishga harakat qilaman. O'zi aslida boshqa joylarda ham toza tutishga harakat qilaman, lekin ko'proq oshxonada bo'lganligim uchun shu yerga e'tibor beraman. Oshxonani tozalashda sizlar qanaqa vositalardan foydalanasizlar? Men ko'proq shu azilitdan foydalanaman va videoda ko'rib qoldim. Gaz plitami reshotkasini almashtirib joylab qo'yibman. Plita tarafidaginisini bu yoqqa, gazi tarafidagini bu yoqqa qilib almashtirib qo'yibman. Saqqon bo'lib hamma yoqda shunaqa qilib tozalab yuvib oldim. Qoshiqlarimni ham, tuz idish, choy idish hammasini rakvinaga solib tozalab yuvib oldim. Albatta, oyijonim uyda yo'q paytida qilib oldim bu ishlarni, chunki oyijonim ko'proq dam olib yoting, unaqa og'ir operatsiyadan keyin ish qilmang deyapti. Yotaverib zerikib ketganligim uchun hech yo'q, shu oshxonani bugun tozalab olay qolganini keyingi safar qilarman deb oyijonim yo'qligida o'g'limdan foydalanib shu ishlarimni qilib oldim. A few moments later.